Zikrdan maqsad. Zikrning maqsadlari bitta emas. Maqsadlari juda ham ko'p. Mana shu maqsadlardan biri Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat. Zikr ibodat bo'lib hisoblanadi. İnsonni zikr qilishligi insonni ibodat. İnsonni zikr qilishligi insonni Alloh taologa bo'lgan shukri. Alloh taoloni eslaydi. Masalan, Razzaq degan Alloh subhanahu va taoloni rizq beruvchi deb eslaydi inson. Va huva ala kulli shay'in qodir. Yoki bu insonga Alloh taolo berayotgan ne'matlarni eslab turib, alhamdulillah. Alhamdulillah deb eslaydi. Yoki Allohu akbar, Alloh taoloning eng buyukligini eslaydi. Ya'ni zikrdan maqsad bitta emas, balki zikrning maqsadlari ko'p. Ana o'sha maqsadlardan biri ibodatdir. Ba'zilari Alloh subhanahu va taoloning ulug'ligini qalbidan his qilishlik va Alloh taologa shukr qilishlik, inson bandaligini isbot qilishlik va shunga o'xshagan uni maqsadlari bor va insonda iymonini baquvvat qiladi, komil mukammal qiladi. Allohning zikri bilan doim yurgan inson iymoni mukammal va Alloh taologa yaqin va Alloh taolodan qo'rquv paydo qiladi. Alloh taologa bo'lgan muhabbatlarini paydo qiladi. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan insonni bir shavqlarini paydo qiladi. Az-zavq va shavq deydi. Mana shu zikrning maqsadlarini ba'zilari va illa zikrning maqsadlari alhamdulillah juda ham ko'p.